Meni padişahını da maqtab qo'yay. Men maqtay beramiz. Kelingsiz, o'zingizni tanishtirib turib shu Asaga polis bo'yicha aytib berib qo'yingiz. Men Ahmadaliyev Habibulla Jalalovich degan bo'lam. Aytmatov rayonining Shekarayli hukumatidan bo'lam, Marchavor rayonidan. Hozir pensionermin, 65daman. Ana buni men televizordan, жаңылыктардан ko'rib, o'qib, mana bugun kelib o'sha naloglarni to'lab o'tirman men kamsizlantiruvni. Men abdan hukumatga roziman. Janagı padişaha 1000 есе roziman aynan. Ilgari janagı qanday ayol tuğdu eken Lenin'de uğuldu desi. Qanday ayol tuğdu eken bunağı Sadır Japarov da uğuldu da aytamayın aynan. Ilgari nalogunu dele to'lab yurganmiz şu mashinaga. Bizga chiyip ketsek je turtib ketsek bir so'm berchemiz. Mana hozir o'shalar nalogni buga qamsizlantirib o'tirib qo'yib o'tirib, ushunun negizinde chiyip ketse, turtib ketse mamlakat to'lab berib o'tirib. Bundan artık ne gerek aynan Qirg'iz tuğanlarım ey. Qirg'iz tuğanlarım aman bo'lolu, Esaqimizga kelelerde tura tushunib, tura yurib, ilgari ata-bobosining saltına, narqına keleli aynan. Men sizlar daima yaxshilikqa chaqiraman. To'lab qo'yinglar axir naloginglarni. Kechiktirmay, cho'nglarni chirildatmay. Rahmat o'sha cho'nglarga. Men qo'limdan kelsa, sharqimdan kelsa dag'i premiyalni to'layman sizlarga aynan. Rahmat aynan. Iyilik bo'lsin, rahmat aka, dil sog'lik topasiz. Qirsiq bo'lmasin, ha? Qirsiq bo'lmasin aynan. Yaxshilikda. Elimiz o'sib o'nik bo'lversin, aka. Shatra shatman yurgan aka. Mana Qirg'iz elimiz o'nikkan usul. Aynan. 5 ga chiqarib o'tirib buni bizning yetakchilar aynan. Rahmat aynan. Rahmat.